Assalamualaikum aziz kanalımız azaları, aziz yurttaşlar. Xiva Quruqdaki beketine arkasındaman. Azizler, ina beket. Sizlere bir zo'r magazinni ko'rsatacakman. Zülfiyatkenni magazinini. Eng sifatli balacalarımız için giyimler iş yerde. Azizler. Assalamualaikum Zülfiyatke. Yaxshimisiz? Aleykümselam. Magaziningizda yangiliklar keldingizmi? Ha, geldik. Navlar geldi. Yine Yazdı. troyka, men narsamiz bor. Görün. Hamma Necha narsa so'mdan qizlar. qo'ydingiz arzon beresinizmi Qizaloq. kanalımız a'zolarini? Xudo xolasa va podpischiklariga beramiz. Kanalımıza a'zo bo'lib kelganlari arzon beradilar. Hamma beramiz. Yine dudana uza a'zo bo'lganlari. Ay sizni aytib kelaversinlar. Bu yerda navlaringiz va Beramiz. betki doğulgan chaqaloqlarim narsalaringiz bor. Ava doğulacaklar ham bor, doğulgan ham bor. 4-5 klass adın narsalarimiz bor. Radoma tellana sala Radoma bo'ladi ish yere hamma gelip narsa. bemalol. Hamma narsamiz bor. Radomlik, radoma giradon, chiqadon, hamma narsamiz bor. Ko'ravering. Giyimlarni turi ko'p azizlar. Çalıqlarımız, şortiklərimiz, troyka, doyka, hamma narsamiz kelib turibdi. Mana xohlavachlarni topib beramiz. Ko'ring. Yine sünnet olacak. Farzandlarınız Sünnetler. için hem yine giyimler tapsanızla bo'ladi. Ya, sünnet vallarımız, amaclarımız var. Bir yaşa girən kızlarımızın yine gelin göynəkləri, Navrojdiyonlu gelin Bir göynəklərimiz var. çaqaloqlarni savatchalarini ayting. Savatçalarımız hem baynar xilisi var. Ne gelin göynəklərimiz hem yine. Nimit qizchalarimiz uchun. Yine Navrojdiyonlu. Doğulgan yosh baladan tutib necha yoshdan bo'lgan? 4-5 klass adım var. 4-5 sinfdan bo'lgan balalaringizni ish yerda giyintirsangizlar bo'ladi azizlar. Xiva O'zbekdona kanalimiz podpischiklari uchun arzon narxlarda beriladi. Kelaverasizlar. Sog' bo'lasiz.